Endi hozir navbatdagi sayyor darsimiz bu yerda ushlangan baliqlarni sotish uchun tayyorlangan havuzlarimiz bor. Shularda sizlar bilan hozir ko'rib o'tamiz. U yerda ham suvlarimiz filtrlanib turbalarda boriladi. Filtrlanib turbada boriladi. Baliqqa demak u yerda aeratsiya qo'yilmaydi. Suvning sharsharalik hisobiga kislorod miqdori o'zi ta'minlanib turiladi. Hamda baliq ushlashda tashlamasi bor. Kirish suvini yopamizda tashlamadan barcha baliqlar demak barcha suvlar chiqib ketib qoladi. Shuni hozir joyida o'rganamiz. Marhamat. Mana tepa ko'lda ko'rib o'tdik siz bilan. O'sha ko'lda ushlangan baliqlar mana shunaqa joylarimizda saqlanadi. Bu yerga mana suv mana shu holatda kiradi. Suvning xohlagan miqdorda uni ko'paytirib kamaytirishimiz mumkin. Hamda baliq ushlashda bu yerda demak suvni tushirib yuboradigan joy tashlamamiz ham bor. Tashlamamizni ham mana ko'rib turibsiz. Juda pastlikka tushib ketadi. Bu yerda suv qolmaydi ushlash jarayonida. Bu yerga har xil o'lchamdagi havuzlar qilingan. Asosiy ko'ldagi ushlangan baliqlarni bu yerda birinchidan turiga qarab sazan alohida, amur balig'i, do'ngpeshona alohida, ilon bosh balig'i, laqqa alohida qilinadi hamda o'lchamiga qarab bu yerda har bitta ko'lga taqsimlanadi. Sotish jarayonida bu yerda nihoyatda osonlik bilan baliq ushlanadi. Hamda kelayotgan buyurtmaga qarab xohlagan o'lchamdagi, xohlagan turdagi baliqni juda tezlik bilan ushlab, demak, taqdim qilishimiz mumkin. Shuning uchun mana shunaqa havuzlarimiz qilingan. Suv singib ketmaydi. Suv singib ketmaydi bunda. Tashalgan suv turadi, lekin ozgina aylantirib turish uchun tashlamani ham ma'lum bir miqdorda ochib qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Mana uni holatlari ko'rib turibsiz. Mana shunaqa innovatsion, demak, baliq tarqatish qurilmalarimiz. Bu yerga suv tepada filtrlarimiz bor. Ana ko'rib turibsiz, tepada filtrlar. Bu filtrlarga bu suv kanaldan keladi, bilasizlar. Oxir suvda kislorod miqdori nihoyatda ko'p bo'ladi. Suvning jildirab kelish hisobiga kislorodni oladi o'ziga. Bu yerda filtrlanib, xashak, cho'plar, boshqa narsalar filtrlanib, turbalar orqali mana shu baliq tarqatadigan, baliq taqsimlaydigan qurilmalarimizga suv o'sha yerdan keladi. Xohlagan miqdorda ventilni ko'proq ochib, kamroq ochib, shu yerda demak baliqni saqlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Endi tepada asosiy suvning kirish joylarini ko'rib chiqamiz sizlar. Suvning me'yorini, u yoqda ham zatvorlarimiz bor. Suvni ko'paytirib kamaytiradigan, teshik turbani ochadigan, yopadigan joylarimiz bor. Hamda mana bu yerda ham xuddi shunday suvni ko'paytiradigan, kamaytiradigan joylarimiz bor. Hamda buning orqasiga baliq chiqib ketmasligi uchun to'rlarimiz bor. Oldiga ham to'r qo'yilgan. Mana ko'rdingiz, mana bu yerda hozir baliq hamma to'sadigan narsalar olib tashlangan. Oldida ham demak setka to'rimiz bor. Baliqlar chiqib ketmaydi. Agar baliq suv kirayotgan tomonga harakatlansa, barcha baliq chiqib ketib qolishi mumkin. Unga balandlikda ahamiyati yo'q. Juda baland joylarga ham baliq chiqib ketib qoladi. Suv tomonga harakatlanadi baliq. Ayniqsa mana o'sha ikra qo'yishlarda, chog'lanish jarayonida, aprel, may oylarida juda harakatchan bo'ladi. Baliq demak xohlagan balandlikka baliq chiqib ketib qoladi. Shuning uchun ko'llardagi baliqlar chiqib ketmasligi uchun uni to'sish elementlari, to'sish qurilmalari foydalangan. Bu yerda ham demak oldida ham to'sish qurilmalari bor. Mana kiradigan joyda ko'rib turibmiz, suv kiradigan joyi mana shunday ahvolda. Demak bu suvimiz o'tib ko'llarga kiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.